Assalomu alaykum hammaga. Men Tojiboyev Abbosbek, Alfa Kimyo kanali admini yurituvchisi. Sizlar bilan kimyo noldan boshlangan darslarimizni davom ettiramiz. Bugun sizlar bilan ikkinchi darsimiz. Ikkinchi dars kimyoga kirishni birinchi qismini o'rganamiz. Xo'p. Demak, kimyoga kirish birinchi qism. Demak, bunda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Bugun 4 ta narsani o'rganamiz. Xo'p. Demak, birinchisi kimyo fani, davriy sistemaga ko'proq to'xtalamiz biz. Xo'p, yozuvni ozgina kattalashtiramiz. Undan keyin valentlikni o'rganamiz. Undan keyin eng muhimi yana moddalarni klassifikatsiyasi, guruhlarga ajratishni o'rganamiz. Va yana darsimiz davomida fizik va kimyoviy xossalar haqida gaplashamiz. Mana shu 4 ta narsani bugun sizlar bilan kimyoga kirishni birinchi qismda o'rganamiz. Kimyoga kirish qismini ikkita qismga ajratganman, sababi ma'lumotlar hajmi katta bo'lib ketmasligi uchun o'rganayotgan o'quvchilarga zerikarli bo'lib qolmasligi uchun video hajmi qancha katta bo'lsa, bizdan bu ko'proq e'tibor talab qiladi. Shuning uchun ikkiga bo'lgan holatda tayyorladim videoni. Demak, boshladik. Kimyo fani. Kimyo fani nimani o'rganadi? Demak, kimyo fani bo'yicha o'rganamiz ekan. Xo'p. Demak, kimyo fani moddani o'rganadi. Ularning xossalari va bir-biriga aylanishi. Demak, tabiatda biz ko'rib turgan narsalar, moddalarni juda ham ko'p hayotimizda uchratganmiz, lekin e'tibor bermagan bo'lishimiz mumkin. Demak, moddalar, ularning xossalari va bir-biriga aylanishlari, ya'ni reaksiyalar haqida o'rganamiz. Xo'p, kimyo fani predmeti. Predmeti bu nima degani? Predmet degani asosiy o'rganish obyekti. Barcha tabiiy va sintetik moddalar. Kimyo fani predmeti. Endi shu joyda men aytib ketmoqchiman. Demak, moddalar bizda 3 guruhga bo'linadi: tabiiy, sun'iy va sintetik. Tabiiy bu nima? Tabiatda mavjud bo'lgan, ya'ni insonni hech qanday aralashuvsiz o'zi mavjud bo'lgan moddalar. Masalan, paxta tolasi, suv, qum, shunga o'xshagan har xil mineral va tog' jinslari yoki o'simlik hayvon organizmida bor bo'lgan moddalar. Endi o'simlik hayvon organizmlarini aytmay turaylik. Demak, tabiatda o'zi mavjud bo'lgan moddalar. Masalan, paxta tolasi. Bu sellyuloza hisoblanadi. Undan tashqari kauchuklar bor, boshqa bir qancha moddalar bor. Bular hammasi tabiiy moddaga misol bo'la oladi. Endi sintetik nima? Sintetik bu insonni faoliyati natijasida hosil qilingan moddalar, ya'ni insonlar laboratoriyalarda yoki shunga o'xshash bo'lgan maxsus reaktorlarda reaksiyalar o'tkazib turib, tabiatda uchramaydigan moddalarni hosil qilgan shakli. Endi uchinchisi bu bizda sun'iy bu nima degani? Tabiiy va sintetikni ikkalasini xususiyatini bitta qiladigan bo'lsak, bizda sun'iy mahsulot paydo bo'ladi. Masalan, kauchukni ko'pchilik eshitgan, rezina tayyorlashda bu tabiiy mahsulot. Tabiiy kauchukni olib turib biz ozgina o'zgartiradigan bo'lsak, qo'shimchalar qo'shadigan bo'lsak, xossalarni biroz o'zgartirib yaxshilaydigan bo'lsak, bu narsa sun'iy hisoblanadi. Masalan, tabiiy kauchukning shunaqa xususiyati bor: issiqda yopishqoq bo'lib qoladi, sovuqda qotib mo'rt bo'lib qoladi. Mana shu ikkita kamchiligini yo'qotish uchun biz qo'shimcha moddalardan foydalanamiz. Qo'shimcha moddalar qo'shganimizda mana shu kamchiliklar yo'qotib, bizga iloji boricha foydaliroq, yana ham kerakliroq modda hosil qilsak bo'ladi. Ikkinchi misol, paxta tolasi bu tabiiy tola, ipak tolasi tabiiy tola. Bu tolalar yedirilishga chidamsiz, ya'ni bu narsalardan tayyorlangan kiyimlar, mahsulotlarimiz uzoq vaqtga yetmaydi. Uni o'rniga biz qo'shimcha har xil tolalarni aralashtiradigan bo'lsak, kimyoviy yo'ldan tayyorlangan, shunda sun'iy tola paydo bo'ladi. Demak, sun'iy nima ekan? Tabiiy va sintetik mahsulotlarni aralashmasi, qorishmasi deb tushunsak bo'ladi, soddaroq qilib aytganda. Demak, kimyo fani mana shularni o'rgandi. Endi eng muhimi bizda davriy sistema. Davriy sistemani juda ham o'rganishimiz kerak alohida. Davriy sistema bo'yicha alohida video tayyorlaganman, uni ko'rib tursangiz ham bo'ladi. Bu kimyoga kirish qismi ichida xuddi shu narsalar baribir yana qayta aytiladi. Shunchaki davriy sistemani o'zini alohida tushuntirganman, uni ko'rib tursangiz ham bo'ladi, qo'shimcha qaytarish sifatida. Endi davriy sistema kim tomonidan ishlab chiqilgan? Bilamiz, Mendeleyev tomonidan 1869-yilda, 1869-yil Dmitriy Ivanovich Mendeleyev tomonidan kashf qilingan. Endi shu joyda bitta narsani aytay. Mendeleyevgacha ham olimlar bir necha xil o'z variantlarini ishlab chiqqan davriy sistema bo'yicha. Debreyner, Meyer, Odling, Newland,
Dyuma Shankurtova degan olimlar bir necha xil variantlar ishlab chiqqan. Lekin u olimlarni o'zini taklif qilgan variantiga nisbatan taqqoslaydigan bo'lsak, Mendeleyev tomonidan ishlab chiqilgan davriy sistema eng optimal va eng idealistik davriy sistema deb qabul qilsak bo'ladi. Chunki davriy sistemaga qarab juda ham ko'p ma'lumotlarni aytsak bo'ladi. Xuddi davriy sistema multfilm bolalar ko'radigan haligi xazinaga olib boradigan xaritani ko'rgan misolini xuddi shunga o'xshatsak bo'ladi. Kimyoda ham juda ham ko'p narsalarni o'rganamiz. Juda ham ko'pgina mavzularda davriy sistemani bizga yordami kerak. Shuning uchun davriy sistemani zo'r bilgan o'quvchi bir necha mavzularda uni bemalol ishlata oladi. Shuning uchun e'tiborli holatda yaxshilab fokusinglarni e'tiborlarni bitta joyga to'plab ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Shuni davom etishimiz kerak. Endi davriy sistema bunday qaraganimizda umumiy holatda nima bor? 7 ta davr bor. Davr nima ekanligini hozir gaplashamiz. 7 ta davr, 8 ta guruh bor ekan, 11 ta qator va 118 ta elementdan iborat. Mana shu narsani hozir bir chekkadan ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu rasmni qo'yganman nima uchun? Ozgina kayfiyatni ko'tarish uchun. Davriy sistema o'zi nimaga kerak? Men davriy sistemani yodlashim kerakmi? Davriy sistemani har bir elementni birma-bir yodlab chiqishim kerakmi? Maqsad tartibda qilaman degan bo'lsak, bu savolga javob yo'q. Chunki imtihonda davriy sistema bizga beriladi. Imtihonda beriladigan davriy sistema ham anchayin mukammal hisoblanadi. Tartib raqam, elementning belgisi, undan tashqari bizda massasi bor va eng muhimi bizda nisbiy elektromanfiylik ko'rsatkichlari ham bor. Mana shu ma'lumotlar imtihon topshiruvchi abituriyent uchun yetarli. Bilaman, siz ham bilasiz, davriy sistemani juda ham mukammal, abituriyentlar uchun ancha foydali bo'lgan, qavatlar soni berilgan, oksidlanish darajasi berilgan, valentligi berilgan, undan tashqari elektron konfiguratsiyasi berilgan, bir balolar berilgan variantlari bor. Bu faqat abituriyentlarga ustozlar tomonidan tavsiya qilinadigan davriy sistema varianti hisoblanadi. Ya'ni bu ustozlar tomonidan ishlab chiqilgan variant. Abituriyentlarda qiyinchiligini oldini olish maqsadida yoki iloji boricha mukammal davriy sistema yaratish maqsadida ishlab chiqilgan xolos bu. Lekin imtihonda beriladigan davriy sistema ham o'zi ma'lumotlar jihatdan ancha mukammal hisoblanadi. Demak, men aytgan savol, davriy sistemadagi barcha ma'lumotni yodlashim kerakmi? Yo'q. Hamma ma'lumotni yodlab chiqish shart emas. Lekin degan joy bor. Agarda siz davriy sistemani yaxshi biladigan bo'lsangiz, masalalarni ishlash tezligingiz ortadi. Kimyoni endi boshlagan o'quvchilar bor. Qaysidir birikmani yozayotgan paytda elementning nomini istab yuradi. Misol uchun selen yoki bo'lmasa tellur, kamroq ishlatiladigan elementlarni istab qoladi yoki massalari qanaqa degan ma'lumotlarni istab qoladi. To'g'ri, bu kimyoni endi boshlayotgan o'quvchi uchun tabiiy hol. O'rganish davomida, ya'ni ma'lum muddat, kimdir 6 oy, kimdir 1 yil, kimdir 3 yil kimyo fanini o'rganadi. Shunday o'rganish davomida miyamizga o'z davriy sistema singib qoladi. Xuddi kislorodni massasi 16, valentligi 2, temirni massasi 56, tartib raqami 26. Xuddi shunday ishlash davomida sizga ham bu narsa yod bo'lib ketadi. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman men? Oxirgi gapim, davriy sistemani o'tirib olib, yodlab chiqishingiz shart emas. Bir qator ko'rib tanishib chiqishingiz kerak. Ya'ni qanaqa element bor, nomi qanaqa, kimyoviy belgisi qanaqa, massasi qanaqa. Bir qator hammasini ko'rib chiqsangiz, topishingiz oson bo'ladi. Davom etamiz. Davriy sistemada bizga nima muhim? Davriy sistema bizga nima ma'lumotlarni bera oladi? Nima muhim ekan? Elementlarning nomi va kimyoviy belgisi. Har bir elementning nomi, kimyoviy belgilari bor. Elementlarning nisbiy atom massasi. Elementlarda nisbiy atom massasi bor ekan. Xo'p, demak, elementning nomi va kimyoviy belgisi. Elementning nisbiy atom massasi va undan tashqari elementni tartib raqami, shu 3 ta ma'lumotni bilsak bizga yetar ekan. Albatta bu boshlang'ich darajada. Endi elementning nomi va kimyoviy belgisini ko'radigan bo'lsak sizlardan. Xo'p, elementning nomi va kimyoviy belgisi. Davriy sistemada elementlar lotin tilidagi nomlarning bosh harfi yoki bosh harfidan keyingi harflarni qo'shib hosil qilinadi. Buni Berzelius nomli olimimiz 1813-yilda ishlab chiqqan. Demak, qaranglar. Bularni men o'zim 2 guruhga bo'ldim, o'quvchilarga o'rganishga oson bo'lishi uchun. Demak, birinchi guruh.
Birinchi guruh. Birinchi guruhda o'zbekcha nomi bilan lotincha nomi bir-biriga yaqin bo'lganlar. Alyuminiy, alyuminiy, alyuminium deyiladi lotincha. Bariy, barium, kaliy, kalium, brom, bromium, xlor, xlorium, marganez, manganum, kalsiy, kalsium. Ya'ni bularni lotincha nomi bilan kimyoviy belgisi, ya'ni o'zbekcha nomi bir-biriga o'xshab ketadi. Endi shunaqa elementlar bor bizda lotincha nomi o'zbekchadan keskin farq qiladigan. Masalan, qaranglar. Alyuminiyni lotincha nomi alyuminium bo'lganligi uchun bosh harfidagi A harfini olganmiz mana. Bariyda barium bo'lgani uchun Ba. Xuddi shunday endi qaranglar. Azotda nima uchun A belgisini olmaganmiz yo Az olmaganmiz? Sababi azotda lotinchasi nitrogenium bo'lganligi uchun. Tushunyapsiz? Nimaga N qo'yganimiz? Vodorodda mana lotincha nomi gidrogenium bo'lganligi uchun H belgisi qo'yilgan. Temirda lotinchasi ferrum bo'lganligi uchun Fe qo'yilgan. Kislorodni lotincha nomi bu o'zbekcha yozilib qolgan mana shu xato. Oksigenium deb yoziladi. Oksigenium shuning uchun O qo'yilgan. Kremniy lotincha nomi silisium bo'lgani uchun S qo'yilgan. Misda lotinchasi kuprum bo'lgani uchun Su qo'yilgan. Kalayda lotincha nomi stannum bo'lgani uchun Sn belgisini qo'yilgan. Shu o'rtada bitta joyini aytib ketay. Har doim ham elementni bosh harfidan keyingi harflar olinavermaydi. Qaranglar. Masalan, marganezga e'tibor beringlar. Marganez. M A qo'yilmagan. M N qo'yilgan. Yoki mana qalayga e'tibor beringlar. Stannumda S T qo'yilmagan, S M qo'yilgan. Demak, elementlarni nomlashda bosh harfi yoki bosh harfidan xohlagan birorta harfni olishimiz mumkin. Bu elementlarni bir xil bo'lib qolishini oldini olish uchun qilingan kombinatsiyaning turi desak bo'ladi. Xo'p, elementlarda lotincha nomini bir qator yaxshilab tanishib chiqasizlar, o'zingizlarga oson bo'ladi keyin. Demak, qaranglar. Bu yerda juda ham ko'pgina elementlar berilgan. Shu lotincha nomi boshqacha bo'lganlarini yodlab qo'yishlar kerak iloji boricha. Men belgilashga harakat qilaman. Uglerod mana karbon deyiladi, azot nitrogen, kislorod oksigenium deyiladi, oltin gugurt sulfur deyiladi, kremniy silisium deyiladi. Bu yoqda rux bor bizda, ruhdan mana zinkum deyiladi. Shuning uchun mana shu qo'yilgan mis kuprum deyiladi, temir ferrum deyiladi. Yana boshqachalardan kim bor? Asosan shular. Yana bir nechta boshqacha elementlar bor, ularni o'zim tashlab qo'yaman gruppaga. Birinchi gruppada mana argentum, kumush, A ga qo'yilgan shuning uchun. Oltinimiz aurum deyiladi, shuning uchun AU belgisi qo'yilgan. Qo'rg'oshin bor, plumbum deyiladi, PB qo'yilgan. Qalay bor, stannum. Bularni gaplashdik. Mana shularning lotincha nomi o'zbekchadan keskin farq qilganligi uchun kimyoviy belgisi ham boshqacharoq qo'yilgan. Endi nisbiy atom massa. Nisbiy atom massa bizda nima ekan? Nisbiy atom massa har bir elementning o'zining og'irlik qiymati bor. Kimyoviy elementlar uchun ikki xil og'irlik qiymati hisoblanadi: nisbiy va absolyut massa. Yaxlitlash qoidasiga e'tibor qilishimiz kerak. Tamom deb qo'yibman. Bu nima degani? Elementlarning massasini hisoblayotgan paytimizda uni yaxlitlab ishlatishimiz kerak. Bizga oson bo'lishi uchun. Ya'ni qaranglar, misol uchun kim bor? Litiy. Litiyning mana massasi 6,94 beryapti. Shu 694 ni yaxlitlab 7 topib qo'ysak bo'ldi. Yaxlitlashni bilamiz. Virguldan keyingi sonimiz 5 yoki undan katta bo'ladigan bo'lsa, oldidagiga 1 qo'shamiz. Masalan, natriy 22,990 demaymiz. 22,990 ni yaxlitlab 23 deb olamiz. Yana xuddi narsa mana skandiy 44,956 emas, yaxlitlab 45. Yaxlitlashdan maqsad qisqa qilib, sodda qilib aytganda osonlashtirish. Beriliy 9 deb olamiz, marganezni 24 deb olamiz. Temir 55,845 necha deb olamiz yaxlitlab 56. Bo'ldi. Endi qaranglar. Xuddi shu qoida mana bu ikkita elementimizda ishlamas ekan. Xlorda 35,5, rubidiyda 85,5 olamiz. Nimaga degan savolni hozir bermay turasizlar. Buni izotoplar mavzusida gaplashib aytib ketiladi odatda. Hozircha xlor bilan
rubidiyni 85,5 ga xalqlamasdan ishlataman deb eslab qolishga majburmiz vaqtinchalik. Xo'sh, davom etamiz. Endi tartib raqam. Tartib raqam nima? Har bir elementning o'zini tartib raqami bor. Masalan, uglerodning tartib raqami mana 6, kislorodning tartib raqami 8, neon tartib raqami 10 yo bo'lmasa cesium tartib raqami 55. Har bir elementni tartib raqami bor. Bu nima degani? Tartib raqam bizga mana shu ma'lumotlarni beradi. Qaranglar. Yadro zaryadi haqida ma'lumot beradi. Elementlarning yadro zaryadi tartib raqamiga teng bo'ladi. Elektron sonini topishda ishlatamiz. Proton sonini topishda ishlatamiz. Hattoki neytron topishda ham bizga tartib raqami kerak bo'ladi. Tartib raqami kimyoda Z harfi bilan belgilanadi. Keyingisi. Davr sistemani mana imtihondagi formati. Qaranglar, juda ham go'zal davr sistemi beriladi. Mana BBA Andijon bilim va malakalarni baholash agentligi Andijon filialidan deb yozilgan ekan bu. Qaranglar. Davr sistemani imtihondagi formatida nima bor? Kimyoviy belgi, o'zbekcha va ruscha nom, hattoki ruschasi ham bor, chunki ruscha Yevropatokka topshirgan o'quvchilar bor. Tartib raqam. Bu hamma davr sistemida bor. Nisbiy atommassa bu ham bor. Endi qaranglar. Elektromanfiyligi beriladi eng muhimi. Mana elektromanfiylik, mana bu yumaloq qo'llangan uglerod 2,5, kislorod 3,5, ftor 4,1. Elektromanfiylik beriladi imtihonda ham. Eruvchanlik jadvali bor. Mana shu eruvchanlik jadvali. Buni ishlatish alohida sizlar bilan disosnash mavzuga yana ko'ramiz. Va undan tashqari eng muhimi Beketov qatori ham. Qaranglar, qanaqa hamma ma'lumotni berib qo'yapti. Mana Beketov qatori. Beketov qatorida biz juda ham ko'p ishlatamiz. Elektrolizda ishlatamiz, metallar bir-birini siqib chiqarishda ishlatamiz. Va bundan tashqari haligi metal nitratlarni parchalashda ishlatamiz. Demak, bilimingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, imtihonda sizga kerakli bo'lgan hamma ma'lumot beriladi. Zo'ra, juda ham zo'r. Endi davr. Davr nima degani? Xo'p, davr ishqoriy metal bilan boshlanib, inert gaz bilan tugaydigan elementlarning gorizontal qatori. Bu davr hisoblanadi. Demak, gorizontal qator mana bunaqasi ko'ndalangi ketadigan qator, o'ngga yoki chapga. Davrlarimiz necha guruhga bo'lamiz ekan biz? Ikkitaga. Mana bu dastlabki birinchi, ikkinchi, uchinchi davrlar kichik davr hisoblanadi. Undan keyin 4, 5, 6, 7 lar esa bular katta davr hisoblanadi. Nimaga? Hozir aytib ketaman, qaranglar. Birinchi davr, mana ikkinchi davr, uchinchi davr. Bular bir qatorda o'z ichiga olgan. Qarasalar bittagina qatori bor. Endi mana bu 4 dan boshlab turib davrlarimiz ikkita qatorni o'z ichiga oladi. Masalan, 6-chi davrni ko'ringlar. 6-chi davr mana bitta qator, ikkita qatori bor. Shunisi bilan farq qiladi. Yoki boshqa farqlari ham bor. Bular alohida davr sistemi degan mavzuni tushuntirayotgan paytda aytiladi. Ya'ni bu farqlar nima? Xo'p, kichik davrlar faqatgina S va P elementdan iborat, asosiy guruhlardan iborat. Davr sistemani rangi bo'yicha ajratadigan bo'lsak, qizil va sariq elementlar. Endi katta davrlarimiz bo'lsa, S, P dan tashqari D va F elementlarini ham o'z ichiga oladi. Ya'ni ko'k va pastdagi mana bu lantanvoy taklimitlarni. Mana shunisi bilan bular farq qiladi. Endi qaranglar. Davrlar birdan boshlab mana bu 7 gacha arab raqamlar, ya'ni oddiy raqamlarda ishlatilishidan tashqari harflar bilan ham keladi. Birinchi davri K, ikkinchi davriga L, uchinchi davriga N, to'rtinchi davriga N, beshinchi davriga O, oltinchi davriga P, yettinchi davriga K. Ya'ni bu davr raqamini bildiruvchi harf. Misol uchun sizga N qavat desa, nima deydi? 4-qavat deyotganmi? Yo'q, P qavat deydigan bo'lsa, 6-qavat degan ma'lumotni aytayotgan bo'ladi. Bularni yodlab qo'yishimiz kerak. Endi guruh nima degani? Guruh eng ko'proq kerak bo'ladi menimcha. Guruhlar eng ko'p ishlatiladigan qismi hisoblanadi davr sistemida. Xo'p, qaraymiz. Xo'p, guruhning ta'rifi o'xshash xossali elementlarning vertikal qatorlari. Muhim, o'xshash xossali vertikal qator. Bu nima degani? Bitta gruppadagi elementlar bir-biriga o'xshaydi degani. Masalan, birinchi guruhda, birinchi ustun qaranglar. Litiy, natriy, mana kaliy, rubidiy, seziy, fransiylarning xossalari bir-biriga o'xshab ketadi. Mana shu birinchi guruh. Guruhlarimiz A va B ga bo'lingan. Bu nima degani? Soddaloq qilib aytib ketaman, qaranglar.
Asosiy guruh bu S yoki P elementlardan bittasi. Qizil va sariq elementlar. Biz sizlar bilan qanaqa ma'lumot o'rganadigan bo'lsak, asosiy guruhga to'g'ri keladi. Masalan, birinchi guruhimiz bir valent, yo bo'lmasa ikkinchi guruh qanaqa elementlar degan bo'lganimizda, bu ma'lumotlar asosiy guruh elementlariga tegishli. Endi yonaki guruh elementlari nima degani? Yonaki guruh elementlari bu davriy sistemani bitta kamchiliklaridan hisoblanadi. Davriy sistemada asosiy va yonaki guruh elementlari bitta qilib joylashtirilgan. Ya'ni bir-biriga xossasi umuman o'xshamagan elementlarni Mendeleyev shunday joylashtirishga majbur bo'lgan. Nima uchun deydigan bo'lsak, qisqaroq qilib aytaman, davriy sistemani iloji boricha ixchamroq va qulayroq qilish uchun. Qaytarib aytyapman. Endi nima degani qaranglar. Birinchi gruppaga qaytadan qaraymiz. Birinchi gruppada kimlar bor ekan? Litiy, natriy, kaliy, rubidiy, seziy, fransiy. Mana shular asosiy guruh elementlari. Qolgan mis, kumush, oltin, pastda radiylarimiz, rentgenlarimiz bular yonaki guruh elementlari. Nima farqi bor? Misning xossasi mana bu hozir belgilagan elementlarning xossasiga umuman o'xshamaydi. Litiy, natriy, kaliy, rubidiy, seziy, fransiylar bular ishqoriy metal. Suv bilan tez reaksiya qilishadi. Yonib portlab reaksiya qilishadi. Suvda eriganda ishqor hosil qiladi. Uni ishqorlari suvda yaxshi eriydi. Misda bunaqa xususiyati yo'q. Suv bilan reaksiya kirishmaydi, asosiy suvda erimaydi, reaksiya qilish xususiyati juda ham past. Ya'ni mis birinchi guruhda majburan joylashtirilgan element deb tasavvur qilsak bo'ladi. Qanaqa farqi bor? Yana bitta farqi bor, qarang. Asosiy guruh elementlari chaproqqa burib joylashtirilgan, yonaki guruh elementlar o'ngroqqa burib joylashtirilgan. Mana bunga e'tibor bering. Asosiy guruh elementlari mana chapda bir qator bo'lib turibdi. Yonaki guruhlar esa o'ngroqda turibdi. Shunisiga ham e'tibor berishimiz kerak hozir. Xo'p, endi har bitta guruhimizni bizda o'z nomi bor. Birinchi guruh ishqoriy metallar deyiladi. Ikkinchi guruh ishqoriy yer metallar deb ataladi. Keyingisi 6-guruh halqagenlar deb ataladi. 7-guruh galogenlar deb ataladi. 8-guruh esa inert gazlar deb ataladi. Demak, 1, 2, 6, 7, 8larni bizning kitoblarimizda, darsliklarimizda berilgan alohida maxsus nomi bor. Endi 3, 4, 5 ni maxsus nomi yo'q. Bizning kitoblarda bermagan. Shuning uchun birinchi elementga qarab nomlanadi. 3-guruhda birinchi bor turibdi, bor guruhchasi elementlari. Bor guruhchasi elementlariga bordan pastdagilar. Bor, alyuminiy, galliy, indiy, talliy, undan tiri kiradi. 4-guruh uglerod guruhchasi elementlari deb ataladi. Ular kimlar kiradi? Uglerod, kremniy, germaniy, kalay, ko'rg'oshin. 5-guruhimiz esa azot guruhchasi elementlari deb ataladi. Ularga azot, fosfor, mishiak, surma, bismutlar kiradi. Endi qaranglar. Bularning o'zini maxsus nomi bor. Misol uchun 3-guruh boretlar, 4-guruh karbidlar, 5-guruh pniktogenlar. Pniktogenlar deb ataladi. Lekin bu ma'lumot bizda darsliklarimizda berilmaganligi uchun, abituriyent sistemasida imtihon formatida tushmaganligi uchun bu narsalarni bilish bizga foyda keltirmaydi. Umumiy kimyoni bilish jihatdan o'rganib qo'ysak bo'ladi, lekin buni yodlab bilishimiz shart emas. Endi davomi. Lantanoid aktinoidlar haqida o'rganamiz, qaranglar. Davriy sistemamizni pastida mana ko'k ramka bilan olib qo'yilganmiz. Lantanoidlar va aktinoid degan elementlarimiz bor. Bular ham davriy sistemani iloji boricha ideal holatga keltirish uchun pastga joylashtirilgan elementlar hisoblanadi. Lantanoidlar kimlar ekan? Mana qaranglar. Lantandan mana keyin mana shu elementlar keladi. Lantanga xossalar o'xshab ketadi ko'p tomonlama. Shuning uchun lantanoidlar. Lantanoidlar mana lantanning orqasida qator bo'lib turibdi deb tasavvur qilsalar bo'ladi. Lantan mana 3-guruh 6-davr elementi. Lantanoidlar ham xuddi shunaqa, mana qaranglar. 3-B guruh 6-davr elementlar. Aktinoidlarchi? Aktinoidlar mana aktiniydan keyin, aktiniyning orqasida turibdi deb tasavvur qilsalar bo'ladi. Ular mana 3-guruh va 7-davrga to'g'ri kelar ekan. 3-guruh, 7-davr B guruh elementi, ya'ni yonaki guruh elementi degan ma'noga keladi. Endi davriy sistemamizda 22 ta metalmas, 96 ta metal bor. Shuni o'rni almashib qolgan.
to'g'irlab qo'yamiz. 22 ta metal, 96 ta metal, mana metal, 22 ta metal mas berilgan. Metal masalamiz qanday ekan? Bordan startgacha xayolan chiziq tortadigan bo'lsak, o'sha chiziq tepasidagi sariq elementlarimiz metal masalar. Bor, uglerod, kremniy, azot, fosfor, mishiak, kislorod, selen, tellur, vodorod, ftor, xlor, brom, yod, astat va undan tashqari net gazlarning hammasi. Mana shular metalmas. Shunga e'tibor berib qo'ying. Metallar va metal maslarni farqlash bizga ham ancha kerak bo'ladi, ayniqsa bog'lanish mavzularida. Endi valentlikka keldik, ikkinchi qismga keldik. Mavzumizni valentlik nima? Xo'p, valentlik ta'rifiga kelamiz. Mana tarjimasi yunoncha valens so'zidan olingan bo'lib, kuchi borligi ma'noni anglatadi. Endi valentlikning kimyoviy ta'rifi bir element aniq sonda ikkinchisini biriktirib olishi. Valentlikni 1852-yilda Edvard Franklin tomonidan keltirilgan. Elementlarning qo'li deb aytsak bo'ladi. Xo'p, endi qaranglar. Bilamiz, birikmalar bir-biri bilan bog'lanish hosil qilganda albatta ular bog'lanishi kerak. Ya'ni birikma hosil qilish uchun elementlar bir-birini ushlab turishi kerak. Masalan, suv H2O. Ikkita vodorodni bitta kislorod ushlab turishi kerak. Shuni ushlab turuvchi kuch biz valentlik deymiz ekan. Sodda qilib aytganda elementlarning qo'li bir-birini bog'lab ushlab turishda harakat qiladi. Shuning uchun sizlarga mana bu rasmni qo'yilgan. Qo'l xayolingizga keltirib valentlikni eslab qolasizlar. Endi valentlikni men qayerdan bilaman deydigan bo'lsak, valentlik elementlarni guruh raqamiga teng. Mana yana davr sistemi bizga kelyapti. Ya'ni davr sistemidan foydalangan holda topamiz. Xo'p, davom etamiz. O'zgarmas valent elementlarimiz qaysi? O'zgarmas valent elementlarimiz 1, 2, 3 guruh. Bular doimo o'zgarmas. Masalan, alyuminiy faqat 3, kalsiy faqat 2, ikkinchi guruhda turibdi. Xo'p. Yo bo'lmasa, natriy doim 1. O'zgarmas o'zini bilamiz, o'zgarmas doim bir xil bo'lish kerak degan. Endi o'zgaruvchan qanaqa? 4, 5, 6, 7, 8 lar o'zgaruvchan guruhga kiradi. Bu nima degani? 4-guruh 4 va 2 bo'la oladi ekan. O'quvchilar ko'proq aytaman, 2 ni ayirib ketsang, valentligi kelib chiqaradi deyman. Meni bu sodda tushuntirish boshi. 4 dan 2 ni ayirsak, 4 va 2 bo'la oladi element. Demak, uglerod, kremniy, germaniylar 4, 2 bo'la oladi ekan. Endi 5-guruh 5, 2 ni ayirsak 3, 2 ni ayirsak 1. 5, 3, 1 bo'la oladi ekan 5-guruhimiz, masalan, fosfor. 6-guruhda 6, 4, 2 bo'la oladi ekan. 7-guruhimiz eng ko'p ekani 7, 5, 3, 1 bo'la oladi ekan. Endi shu joyda 8-guruhni bermaganman. Nima uchun? 8-guruh inert elementlar. Bu nima degan? Ular reaksiyaga uncha kirishmaydi. 8-guruhdan osmiy, ruteniy, ksenon degan elementlarimiz asosan ko'proq birikma hosil qiladi. Qolgan geliy, neon, argonlarimiz birikmalari biznikidan kamroq. Xo'p, demak valentlikni davriy sistemadan qarab aytsak bo'lar ekan. Endi istisno holatlar qanaqa e'tibor berishimiz kerak. Istisno ya'ni исключение, exception holatlar, inglizchani biladiganlar uchun. Kislorodimiz doim 2 ekan. Ftorimiz doim 1 ekan. Azotimiz 5-guruhda bo'lgani bilan 5 bo'la olmas ekan. 1, 2, 3, 4 bo'la oladi ekan. Lekin 5 bo'lmaydi. Nimaga degan qoidalarni alohida keyin gaplashamiz sizlar bilan. Nimaga degan narsalar boshida juda ham ko'p bo'ladi. Bu savollarga javoblarni keyinchalik konfiguratsiya, bog'lanish mavzulari jihatdan tushuntirib aytib ketiladi. Endi qaranglar. Eng ko'p ishlatiladigan yonaki guruh elementlari. Bularni yodlashinglar kerak. Mis 1, 2 valent, kumush 1 valent odatda, oltin 1 va 3, rux faqat 2, kadmiy odatda 2, simol 1 va 2, xrom 2, 3, 6, marganiz 2, 3, 4, 6, temir 2, 3, nikel 2. Mana shu narsalarni yodlab olsangiz juda ham zo'r bo'ladi. Bilaman, boshida yodlash uchun narsalar juda ham ko'payib ketadi. Qiyinchiligini bilaman, o'zim ham abituriyent bo'lganman. Hozirda boshqa fanlarni o'qiyotgan odam sifatida yodlash masalasi ozgina o'quvchilarni biroz qiynaydi.
Ya'ni esimizdan tez chiqib qoladi. Shuning uchun iloji boricha tez har kuni yoki kun ora takrorlab turishingizni tavsiya qilaman. Bu keyingi mavzularda bilim olishlarga juda ham katta yordam beradi. Xo'p, valentlikni tugatdik sizlar bilan. Endi 3-qism moddalar klassifikatsiyasi degan joyga yetib keldik. Moddalar klassifikatsiyasi ancha qiziqroq, juda ham zo'r narsalar bor. Qarang, moddalar klassifikatsiyasi yuqoridan kichkinaga tomon kelamiz. Materiya, undan keyin jism, jismdan keyin modda, keyin molekula, keyin atom darajasigacha kichraytirib, mayda-mayda qilib o'rganamiz ekan. Materiya nima? Materiya bu borliq, atrofimizni o'rab turgan barcha narsalar yig'indisi. Ya'ni atrofimizda butun olamda bo'lgan hamma narsa. Endi iloji boricha qisqaroq ta'rifini aytyapman, bizga kimyo aloqasi kam bo'lgani uchun. Endi jism nima? Jism ma'lum bir hajm, shakl va vazifaga ega fizik obyekt. Jism bir xil yoki turli xil moddalardan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Misol uchun qoshiq jism, stol jism, telefon jism, soat jism, telefonun jismga kirib ketadi. Ruchka mana jism. Endi mana shu jismlarni ham yanada ham kattalashtirib o'rganadigan bo'lsak, nima kelib chiqar ekan undan? Bizda tarkibidagi moddalar kelib chiqar ekan. Modda nima? Moddani ta'rifini yaxshilab ko'rib olishimiz kerak. Modda aniq tarkibga ega bo'lgan zarrachalar yig'indisi. Masalan, qaranglar. 1 litr suv moddasini hosil qiladi. Uni tarkibi H2dan iborat. Yo bo'lmasa havo moddaga kirmaydi. Shakar, tuz, 1 kilo tuz. Nima kiradi? Tuz natriy xlorli mana moddaga to'g'ri keladi. Tarkibi aniq. Endi moddalarni qanaqa guruhlarga bo'lamiz ekan? Birinchi moddamizni ikkita guruhga bo'lamiz ekan. Aralashma va sof moddaga. Ta'rifni keyingisida beraman. Sof modda, toza modda yoki tarkibi va xossalari butun hajmi bo'yicha bir xil. Tasavvur qiling, bitta idishda suv turibdi. Tepasidan olib tekshirsangiz ham, o'rtarog'idan olib tekshirsangiz ham, eng pastkisidan naycha bilan olib tekshirsangiz ham, baribir tarkibi bir H2O chiqadi. Mana shuni aytyapman. Tarkibi va xossalari butun hajmi bo'yicha bir xil. Hamma tomondan bir xil chiqadi degan. Endi aralashma bir necha xil moddalar yig'indisidan iborat. Demak, o'zbekcha aralashma qo'shilib ketgan buncha. Sof modda aralashmaga misol. Tabiatdagi eng sof moddalardan bittasi olmos hisoblanadi. Mana olmos faqatgina uglerod atomlaridan tashkil topgan. Xo'p, endi mana sut. Sutchi. Sut tarkibida oqsil, yog', uglevodlar bor, mineral tuzlar, shakar bor, har xil qo'shimchalar, suv bor, vitaminlar bor. Tarkibi juda ham ko'p narsa, ya'ni bitta modda emas u. Endi aralashmani o'zini ikkiga bo'lyapmiz: gomogen va geterogen. Bu klaster usuli deyiladi. Ya'ni moddalarni bo'lib ketamiz, o'rganamiz. Gomogen modda nima degani? Bir xil tarqalgan, ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi. Tasavvur qiling, 1 litr suv olib turib, ozgina shakar solib, yaxshilab aralashtirib yuboradigan bo'lsangiz, xuddi shakar ko'rinmas, yo'q bo'lib ketgandek tuyuladi, to'g'rimi? Ya'ni biz qarab turib ko'zimiz bilan ajrata olmaymiz. Mana shu narsa gomogen hisoblanadi. Yoki havo. Havoda 20 dan oshiq gazlar bor, eng ko'pi kislorod va azot bor. Ko'zimiz bilan ajrata olmaymiz. Gomogen bu ham. Endi geterogenchi? Har xil tarqalgan, ko'z bilan ajratib olsa bo'ladi. Nimagadir nimani aralashtirgan paytingizda ko'z bilan ajrata olsangiz, aniq sirt chegarasi paydo bo'lsa, bu geterogen hisoblanadi. Masalan, suvga tuproqni qo'shamiz. Loyqa bo'lib ketadi, to'g'rimi? Pastga cho'kmalar tushib ketadi. Mana shu geterogen hisoblanadi. Suvga moy, yog' tomizamiz. Suvni tepasida ajralib turib qoladi. Mana shu ham geterogen aralashma hisoblanadi. Sodda qilib aytganda, ko'z bilan qarab ajrata olmasak gomogen, ko'z bilan qarab turib ajrata olsak, farqlay olsak, bu geterogen. Gomogen bir xil, geterogen har xil degan ma'noni bildiradi. Gomogen va geterogen aralashmaga misol. Mana suvda shakarni aralashtirgan deb tasavvur qilasiz. Bu tuproqda menimcha sement aralashtirilgan shakliga misol qilgan. Mana qarang, ko'z bilan aniq ajrata olyapmiz. Mana buni ajrata olyapsizmi? Yo'q. Suvda ichida nima borligini bilmaysiz. Xo'p. Endi mana bu rasmda juda ham zo'r misol bergan, qaranglar. Birinchisi element deganda sof modda. Qarang, sof moddaning hammasi bir xil. Bu compound degani aralashma. Aralashmachi mana har xil elementlar bor. Endi shu compound, ya'ni aralashma ham ikki guruhga bo'linib ketadi.
bir xilda tarqalgan bo'lsa, bu qaranglar, bir xil tarqalgan bo'lsa, gomogen. Mana bunaqa har xil bitta joyda to'planib qolgan bo'lsa, bu heterogen. Mana bu gomogen degani mana bu heterogen. Tushunyapsiz? Aralashma ikkiga bo'linib ketyapti, gomogen va heterogen. Moddalar klassifikatsiyasini davom etamiz. Sof moddamizni ikkiga bo'lamiz: kristal va amorf. Kristal modda. Kristal moddalar bir-biriga nisbatan aniq tartibda joylashgan, doimiy shaklga ega, qaynash suyuqlanish temperaturasi doimiy moddalar. Amorf moddachi. Amorf modda zarrachalar bir-biriga nisbatan tartibsiz joylashgan, mana shu joyga qolib ketibdi. Bir-biriga nisbatan tartibsiz joylashgan, doimiy shakl, qaynash suyuqlanish temperaturasi yo'q. Sodda qilib aytganda qarang. Kristal modda, amorf modda. Doimiy shaklga ega, kristal modda amorf moddadan doimiy shaklga ega. Kristal moddani qaynash suyuqlanish temperaturasi doimiy, amorf moddani qaynash suyuqlanish temperaturasi doimiy emas. Ma'lum temperatura oralig'ida qaynab suyuqlanadi. Endi kristal modda zarrachalar bir-biriga nisbatan tartib bilan joylashgan, amorf modda tartibsiz aralashib ketgan bo'ladi. Kristal moddalar qattiq holda bo'la oladi, amorf moddalar qattiq bo'la olmaydi. Ular oquvchan, qovushqoq holatda bo'ladi. Zo'r rasm bor. Qaranglar. Mana kristal modda, kristallin inglizcha yozilgan va amorfus, amorf modda. Kristal modda mana juda ham tartib bilan joylashgan. Amorf modda tartibsiz, mana ko'ryapsizlar. Yana zo'r misol, o'zim eng yaxshi ko'radigan misollardan bittasi: kristal moddaga olmos, amorf moddaga marmelat. Olmos qattiq, aniq shakl, aniq hajm, aniq joylashuvi bor. Marmelatimiz bu esa o'zgarib turadi, to'g'rimi? Ya'ni oquvchan, dildiroqsimon, ya'ni qattiq bo'lib qattiq emas, suyuq bo'lib suyuq emas. Xo'p, moddalar klassifikatsiyasini davom ettiramiz. Moddalarimiz kristal moddalar ham ikki guruhga bo'linadi ekan: organik va anorganik. Bilaman, mavzu sizga ozgina qiyinlik qilishi mumkin. To'xtatib ko'rishlarni tavsiya qilaman. Har 20 daqiqada biroz tanaffus olsak, miyamizni o'zlashtirish darajasiga yaxshi ta'sir qiladi. Shu joygacha to'xtatmay ko'rgan bo'lsangiz, 5 minut tanaffus qilib keyin davom etishingizga tavsiya qilaman. Men davom etaman. Anorganik modda nima? Kimyoviy tarkibi tuzilish asosida tabiatda uchraydigan moddalar. Organik moddachi. Uglerod, vodorodni atomdan tuzilgan birikmalar bo'lib, bular asosan tirik organizmda uchraydi. Endi qarang. Anorganik modda anorganik, ya'ni organik emas, tashqi muhitda uchraydigan hamma moddalarimiz anorganik hisoblanadi. Suv, qum, tuzlar, minerallar, oltin, ya'ni bular tabiatda o'zi bor. Endi shunaqa moddalar bor, bular tirik organizm o'zi hayot faoliyati davomida hosil qiladi. Yoki tirik organizmlarni faoliyati natijasida paydo bo'ladi. Masalan, oqsil, yog', uglevod, nuklein kislota. Biologiyadan yaxshi bilamiz, faqat tirik organizmlarni yashash uchun kerak bo'lgan moddalar. Yoki vitaminlar, har xil uglevodga o'xshagan moddalar, boshqa narsalar, ular organik modda hisoblanadi. Organik kimyoning alohida bitta katta bo'limi hisoblanadi. Uglerodni asosida hosil bo'ladigan moddalar hisoblanadi. Ugleroddan tashqari eng ko'p vodorod bo'ladi, undan keyin kislorod, azotlar ham bo'lishi mumkin, lekin eng ko'p uglerod va vodorod eng asosiy rolda, bosh rollardagi element hisoblanadi. Xo'p, endi anorganik moddalarimizni o'rganamiz. Sababi organik moddalarni o'rganamiz hozircha. Organik moddalarimiz 18 ta shu guruhga bo'linib ketadi. Shuning uchun anorganikni o'rganaylik sizlar bilan. Anorganik modda nima ekan? Ular ikki guruhga bo'linadi ekan: oddiy va murakkab. Oddiy moddalar nima? Tarkibi bir xil elementdan tashkil topgan bo'lsa, bu oddiy modda hisoblanadi. Masalan, qarang. Masalan, alyuminiy yoki kislorod. Bular mana bir xil elementga iborat. Alyuminiy. 1 kilo alyuminiy olsak ham faqat alyuminiydan iborat tarkibi. Kislorod O2, ikkisiga e'tibor bermaymiz. Ta'rifda bir xil degan, bitta demagan. Kislorod ikkita turibdimi? Lekin bu ham kislorod. Tasavvur qiling, 1 kilogramm qizil olmoni necha olma olgan bo'lasiz? Bir xil, faqat qizil. Xuddi shunday indekslar bizga ta'sir ko'rsatmaydi. Masalan, oltin gutning 8 taligi bor. S8 bo'ladi. Bu ham oddiy modda, sababi faqat oltin gutdan tashkil topgan. Necha xil desa bir xil, faqat oltin gut elementdan iborat. Endi murakkabchi. Murakkab moddalarimiz bir necha xil elementlardan tashkil topgan bo'ladi. Masalan, hammamiz biladigan suv yoki karbonat angidrid.
Mana ikki xil elementdan tashkil topgan vodorod kislorod, uglerod kisloroddan. Endi oddiy moddalarimiz ikki gruppaga bo'linadigan metallar va metallmaslar, murakkab moddalarimiz to'rtga: oksid, asos, kislota, tuz. Har birini mana bir chekkadan gaplashib ketamiz. Ha, buni alohida dars sifatida o'taman. Kimyoning ikkinchi qismida metallar, metallmaslarni gaplashamiz. Undan keyin oksid, asos, kislota, tuz har biri alohida o'tiladi. Shuning uchun hozir bu joyda to'xtalgan. Endi moddalarning xossalari. Moddalarning xossalari deganda biz fizik xossalarni bilishimiz mumkin ekan va kimyoviy xossalarni bilishimiz mumkin ekan. Bularning farqi nima? Qarang. Fizik xossalar moddalarni tashqi tomondan ko'rib baholay oladigan xossalarimiz. Mana qo'limizga nima ruchkani berdi? Bu qanaqa? Uzunchoq, oq, qattiq, hidsiz, ta'msiz deb turib biz qarab qanaqa ma'lumotni aytib bera oladigan bo'lsak, mana shu xususiyatlar fizik xususiyat hisoblanadi. Masalan, moddalarning rangi, hidi, ta'mi, zichligi, qattiq suyuq gaz holati, ya'ni agregat holatini aytadigan bo'lsak, bu fizik xossaga kirib ketar ekan. Kimyoviy xossani bitta qarab aytib bera olmaymiz. U nima ekan kimyoviy xossa? Kimyoviy xossa bizda, demak, moddalarning kimyoviy reaksiyaga kirishish xususiyati. Xo'p. Reaksiyaga kirishish xususiyati, ya'ni reaksiyaga kirishadimi? Reaksiyaga kirishgan nima hosil bo'ladi? Nimaga reaksiyaga kirishmaydiganlarni aytiladi. Asosan mana reaksiyaga kirishish qobiliyati baholanadi ekan. Misol endi. Suvning fizik xossasi. Normal sharoitda rangsiz, hidsiz, ta'msiz, suyuqlik. Suyuqlik degani agregat holat. 0 gradusdan pastda qattiq bo'ladi, 0 bilan 100 orasida suyuq bo'ladi, 100 dan yuqori holatda gaz simoq buq bo'ladi. Mana shu ma'lumotlarni aytadigan bo'lsak, bu fizik xususiyat bo'ladi. Fizik xossa. Endi suv 1000 gradusdan yuqori temperaturada parchalanib ketadi. Reaksiyalarga faol kirishadi. Ishqori yer metallida reaksiyaga kirishib, xavfli hosil qiladi degan bo'lsak, bu kimyoviy. Bir modda boshqa moddaga aylanyaptimi? Kimlar bilan deb tasvirlashyapti? Mana shu xususiyatlar kimyoviy hisoblanadi. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Oxirgi slaydga yetib keldik. Shu yerda bitta narsani aytib qolmoqchiman. Har bitta video darsini tayyorlaganda, video darsga oid bo'lgan sizlarga birinchi ma'lumotlar tayyorlaganman. 4 ta ma'lumot. Birinchisi, mana shu sizlarga darsda tushuntirgan prezentatsiyani PDF shakli. Bu bir. Uni Telegram kanaliga joylab qo'yaman. Ikkinchisi, mana shu mavzuga oid bo'lgan savollar, savol-javoblar bo'lsa, savollar beriladi. Undan keyin uchinchisi xuddi shu sizlarga beriladigan uyga vazifaning javobi va to'rtinchisi og'zaki savollar. Mavzuni o'qib, yaxshilab, konspektlar qiling, yozing, chizing, o'rganing, videoni qayta-qayta ko'ring. Shunda men alohida tashlab qo'yadigan 4-faylni ochib qarayotgan bo'lsak, savollar berilgan. Ya'ni darisida nechta metal bor? Metal-metallmasni qanday ajratamiz? Yo kristal modda nima, amorf modda degan, hali siz o'zingizni savol-javob qilishingiz uchun fayl tashlab qo'yilgan. Xo'p, demak umumiy olganda kimyoga kirishning birinchi qismini tugatdik. O'ylaymanki foydali bo'ldi. Agarda qanaqadir savollar bo'lsa yoki men xato qilgan tushunmovchilik qismlari bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Kimyoni o'rganishdan charchamang, video darslarni tayyorlashda biz ham charchamaymiz, davom etamiz. Rahmat, sog' bo'ling.